Dunyo o'zgarmoqda, lekin qo'rquv hamisha hamrohimiz bo'lib qoladi. 2025-yil bizga shunday kinolarni taqdim etdiki, ulardan keyin hatto o'z soyangizdan ham shubhalanib qolishingiz hech gap emas. Bugungi videomizda o'tgan yilning eng vahimali 10 ta kartinasini bir joyga jamladik. Bu filmlarning ba'zilari sizni o'ylantirsa, ba'zilari esa shunchaki dahshatga soladi. Qani aytingchi, yuragingiz bunday kuchli bosimga dosh bera oladimi? Unda videoni oxirigacha ko'ring, chunki ro'yxatimizning eng yuqori pog'onasidagi film siz kutganingizdan ham dahshatliroq. Sinners gunohkorlar 2025-yilning eng shov-shuvli premyeralaridan biri bu shubhasiz Sinners bo'ldi. Rayan Coogler va Michael B. Jordan bizga vampirlar haqidagi tasavvurlarimizni butunlay o'zgartirib yuborgan asarni taqdim etishdi. 1930-yilning qorong'u va og'ir atmosferasi, qadimiy yovuzlik va ko'kalarning omon qolish uchun kurashi. Bu film shunchaki qo'rqinchli emas, u o'ta dramatik va vizual jihatdan mukammal chiqdi. Agar siz hali ham bu filmni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'p narsani boy beribsiz. Undagi kutilmagan burilish, plot twist esa ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Nosferatu Robert Eggersning Nosferatu filmi 2025-yilning eng chiroyli, ammo eng sovuq, dahshatli filmi bo'lib qoldi. Graf Orlok rolidagi Bill Skarsgardni tanish deyarli imkonsiz. Uning nikohi va harakatlari odamning itini chunchitadi. Bu film zamonaviy tayanmaydi, u sizni sekin-asta o'zining qorong'u dunyosiga g'arq qiladi. 19-asr gotikasi va insoniy ixtiroslarining dahshatli oqibati Nosferatu haqiqiy san'at asari darajasiga ko'tariladi. 28 yildan so'ng zombi janri muxlislari uchun 2025-yil 28 yildan so'ng bilan esda qoldi. Danny Boyle o'sha afsonaviy tezkor zombilarni yanada dahshatliroq ko'rinishga qaytardi. 28 yillik tanaffusdan keyingi dunyo xarobalari, yangilangan virus va insoniyatning so'nggi umidlari. Filmning dinamikasi shunchaki yuqoriki, ekrandan ko'z uzish qiyin. Bu qism nafaqat eski muxlislarni, balki yangi avlodni ham qo'rquvda ushlab tura oladi. Maymuncha Stephen King va rejissor Oz Perkisdan kutilgan maymuncha effekti o'zini oqladi. Maymuncha filmi oddiy o'yinchoq atrofida qanday qilib butun boshli dahshatli hikoya qurish mumkinligini ko'rsatib berdi. Har safar maymuncha o'z likopchasini chalganda ekran ortida o'tirib, endi kim o'ladi deb titrab turishga majbur bo'ldik. Psixologik bosim va sirli qotilliklar aralashmasi ushbu filmni yilning eng yaxshi horror trellerlaridan biriga aylantirdi. Wolfman Bo'ri odam Lee O'Neill bizga Wolfman Bo'ri odamni butunlay yangicha qiyofada ko'rsatdi. Bu filmda asosiy urg'u hayvonga aylanishning og'riqli va dahshatli jarayoniga berilgan. Oilasini saqlab qolishga urinayotgan, lekin o'z insoniyligini yo'qotayotgan erkak taqdiri tomoshabinni ham qo'rqitadi, ham achintiradi. Tanadagi deformatsiyalar, bodiy horror shunchalik realistik ishlanganki, ba'zi kadrlar hatto eng chidamli tomoshabinlarni ham shokka soldi. Freddy 2 animatroniklar qaytdi va bu safar ular ancha shafqatsiz. FNAF 2 filmi 2025-yilning eng kassabob qo'rqinchli filmlaridan biri bo'ldi. Muxlislar kutgan barcha yangi personajlar Toy Freddy, Marionde va boshqalar ekranda paydo bo'ldi. Film o'yin syujetiga sodiq qolgan holatda Peter Saniyaning qorong'u o'tmishini yanada chuqurroq ochib berdi. Agar siz o'yinni yaxshi ko'rsangiz, bu film siz uchun haqiqiy sovg'a bo'ldi. Xunuk o'gay opa go'zallik qurbonlik talab qiladi. Ba'zida esa bu qurbonlik o'ta vahshiy bo'ladi. Xunuk o'gay opa bu 2025-yilning eng noodatiy horror klassik Zolushka ertagining dahshatli talqini bizga plastik jarrohlik va sun'iy go'zallikka bo'lgan intilishning qonli oqibatlarini ko'rsatadi. Filmning vizual uslubi o'ta qo'rqinchli va estetik jihatdan o'ziga xos. Bu filmdan keyin ko'zguga qarash biroz qiyinroq bo'lib qoladi. Oxirgi manzil oldi o'limning yangi rejalariga guvoh bo'ldik. Oxirgi manzil oldi franshizasini yana yuqori darajaga olib chiqdi. Bu galgi baxtsiz hodisalar yanada murakkab, kutilmagan va o'ta qonli qilib ishlangan.
Film o'zining an'anasiga sota qolgan. Bizni har bir soniyada xavf kutib turadi. Liftlar, shisha sinishi yoki oddiy suv tomchisi, o'lim har yerda bo'lishi mumkinligini film yana bir bor isbotladi. Qora telefon 2 kira bir o'lmagan. U bizning qo'rquvlarimizda yashashda davom etmoqda. Qora telefon 2 filmida Ethan Hugh yana bir bor o'zining eng dahshatli obraziga qaytdi. Yer osti xonasi, ruhlar bilan aloqa va bolalarning qahramoni kurashi. Bu qism birinchisidan qolishmagan holatda keskinlikni saqlab qoldi. Qora telefon yana chiringladi va biz bu ovozdan qochib qutula olmadik. Qurollar va nihoyat yilning eng sirli filmi Qurollar Zach Kraker yana bir bor barchani hayratda qoldirishga erishdi. Kichik shaharchada sodir bo'lgan voqealar bir-biri bilan shunday bog'langanki, film oxirigacha jumboqda yechishning iloji yo'q. Bu shunchaki slasher film emas, bu insoniyatning qorong'u tomonlari haqida murakkab va o'ta qo'rqinchli asar. 2025-yil aynan shu film bilan horror janri uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'sh, bugungi videomiz yakuniga yetdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, bu bizga yanada ko'proq motivatsiya beradi. Fikrlaringizni kommentlarda kutamiz, chunki sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Eng qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videoda uchrashguncha